Naqdidan kim aytganday o'zimda Hansi ham 2013 mana shunday pachaq Cobalt-ni 14 million 2 oldi sotdi. Endi uni baxti ekanda. U odam yana bitta Cobalt olmaykan. Moshinga shunday Siz ham o'sha odamga sotsangiz. Endi hamma har xil ikkomiz tarafdan sizga bir xil ves beramiz deb o'ylaysizmi? Har xil ves beramiz. Sodiq hamma 95 bo'lyapti. Xorazmda mashina bo'lganda. Yo'q, Qoraqalpoq. Qaraqalpoq, Nukusga. Yo, nech pullaysiz buni? Bunday Kapotga ham bo'lib. baland parvoz aytayotmang, 15 unday baland narx olmaydi. Keyin chiqadimi hozir bundan? Xo'p, nech pullaysiz? O'zimdan. Yaxshi ekan deyapti. Hozir bittasini sotdik, ketdi Surxondaryoga. Ko'rdingiz-a? Nech pul oldim aka? 51 million, 50 mi bildim. 50 million oldim. Savdosida yo'q edim lekin. 50 million oldim, 51 millionga sotdim aka. 16 faqat u, 15 emas. Kondisionerlari ham ishlaydi. Bu 15. Sherali aka nima deysiz? Nech pul deysiz? Ayting bir narx ayting endi. Menimcha shu 70 dan 1 so'm har so'm baland bo'lsa, ko'raman deb. Pastmi baland? Baland bo'lsa yaxshi. Yo'q aka, bularni qarangda. 60 ham ola olmayman. Nima 70 dan baland bo'lsa deyapsizlar. Buni boki 60 dan pasay bo'lsa gaplashaman. Realni ko'ring. 15 dan pastga ko'rsa bo'lmaydi. 60 dan pasay gaplashaman aka, mayli. Savdosini qiling siz qilaman. Ko'zingiz oldida ham mayli. Men ko'zingiz oldida savdosi bitmagan bo'lsa ham o'sha narxini bilar ekansiz. Uni kondisionerda ishlab turibdi. O'sha ham 50 million olindi aka. Tushunishim bo'yicha Sherali aka bo'lsa bundayda, qarang. Mayli, siznikini ham endi o'zimga sotmasangiz narxini aytib ko'raman-da. Tushunishim bo'yicha men 60 dan pasay savdo qilmoqchiman. Siz 60 dan pasay berish niyatingiz yo'q, to'g'rimi? Bo'lgan taqdirga ham tiral borsa 60 lar berishimiz mumkin, undan pasay bermaysiz. 60 ga ham bera olaman. Ha, 60 ni o'ziga ham bermaysiz. Nech pul bo'lsa berasiz? 70 dan 1 so'm yarım kamaytirib beramiz mana. Yo'q, xo'p, nech pul mana? Ochiqcha mana. Bunday qilib beraman emas. Aka, mana shuncha bo'lsa beraman deng. 18 ga aytib ko'ringchi. Chunki Oho. o'zimda beribman-da. Narx ko'tarilmadi aka. Endi odamlar endi juda baland narxga olinglar deb aytish uchun ham vijdon kerak-da. Hatto bir 65 ham deylik aka. Yilda men aytmadim emas, siz ham aytdingiz, hurmat qilib kelganingiz uchun. Hatto bir 65 ham deng. Har nima o'xshasa soting, sizdan pul kerak emas. Rizq nasiba aka. Allohning bergani shu ekan. Aytib ko'ramiz 65 deb, agar oluvchi bo'lsa ko'rsin. 99% bilmadim chiqishini dedim. Gaplaringizdan keyin chiqmay qolaman. Yo'q, men shunday sizga aytaman-da, mashina bo'lsa ko'raveraman yana. Bo'lsa ishim bo'lsa ichkariga kirishimni qilaman. Bo'ladimi? Sal pastga qiladi. Aka, agar sotib olsangiz, kechga chaqiravering meni. Ha, keling Akmalga o'tiramiz. Shuda o'zimdan aytishga uyalayman-da. Uyalabsizmi? Keling ham bunday. Vijdon bor ekan-ku bo'lmasa. Vijdon hozirroq borda lekin Jakov emas. Alloh hammani vijdonli qilyapti, ko'p kishi ishlatmay olib ketyapti o'zi bilan. Eqqa kerak bo'ladi. Eqqa kerak bo'lmaydi. Sheqqa ishlating uni. Hazillashamiz ham işte. Bitta aytib ko'ray, hazil meniki ham hazil aka. Sensatsiyada hali menga 65 ga sotgan yo'qda 15. Bu yoqqa o'rta. Bitta aytib ko'ramiz, hop. 18 deb bering. Ya 15 deb yuray. Kim aytganda birov ko'zingiz ko'rinadi, bir yurak desa, "Davay" deb beradi. Keyin men ham lavzdan qayta olmay qolaman. Shu labzdan erkak kishi aytsa qaytmaydi-da. Shunday. Shuning uchun Xo'p, qancha yurgandi? 163 ming avvalo. Xo'p, ko'ringlar akalar, 163 ming yurgan, ikkinchi pozitsiya Cobalt 2015. 3 euro. Ha, 3 euro, ha? 3 euro. 1 euromi? 1 euro. Bu bezabez 1 euro, arkasi mexanika bo'ladi. Ko'ringlar. 68 million bo'lsa sotaman deyaptilar qisqasi. Kraskasi kapotka, krila petnovo, keyin karniza petnovo dedingizmi? Ha, kapotka, ikkita krila petnovo. 3 ta detalga petno to'liq sepilmagan. 68 million bo'lsa sotaman deyapti sotuvchi. Akalar ko'ringlar, generalni chiqadi. Agar kimgadir to'g'ri kelsa, pajalista, mana egasi. 68 million naqd pulga oluvchi bormi akalar ichimizga? Bitta narsada, Sherali aka, sotish uchun kelgansizga. Avvalo sotingda do'stim. Keling bir 65 ta aytib ko'ramiz. Chin aka. Sal harakat qilding, soting, mushkulingiz oson bo'lsin. Men siz tomon, chin ko'ring. Bir kunga juda chiroyli narx bo'lgan bular. 65 millionga ham agar oluvchi topilsa, shapkangiz osmonga oting deyapman-ku. 65 million bir aytib qo'ying qani, lekin undan pastga. Undan pastga bermaysiz, ha? Bu 3 marta aytib ko'raman, keyin undan pastini aytamiz, xo'p? Bo'ldi. 3 marta aytib keyin aytasiz. Xo'p, akalar ko'ringlar, 2015 3 ta detalga petnovo. Qolgan joylardan 1 euro. 65 million bo'lsa beraman deyaptilar oxiri. Generalni davrida chiqadi. Akalar ichimizga oluvchi bormi? Naqd 65 million pulga bormi akalar ichimizga? Ha, 60 desa chiqadi, ayting siz. Sotish kerakmi shu? Aytishlar aka. Bormi akalar ichimizga 65 million naqd pulga oluvchi? 2015 1 euro. Arqa misolobga kondisionerli. 3 ta detalga kraskasi bor. Kapot 2 ta krila petnovo. 65 million naqd pul bo'lsa sotiladi. Bormi ichimizga oluvchilar? Akalar 65 million naqd pulga. Dehqonoboddan ekanlar. Dehqonobod. Olasizmi? Keling. 3-martasini kutsangiz 60 ta aytaylik. Dehqonobod o'zimizdan ekan. Ha, sizlar Dehqonobodda. Yo'q, Boysun, Surxondaryo. Surxondaryo Boysun. Ha, ish nima ishda? Zargar. Zargar. Oh, o'laman zargar akamdan. Yo'q hech nima. Mana bu bittaga. Razmer necha? 19. Bo'lagan berib ketsangiz.
hazırlashaman. Zargarsiz. Xo'p, ko'rdingiz ha? 3 ta detalya kraskasi bor, petnosi. Ikkinchi pozitsiya faqat abiz yo'q. 60 millionga oldim, ko'rdingiz ha? Rizqati xudo do'stim. 65 ga. Jo'ra tishi qarab, turib ketdi. Men bitta yozib qo'yasiz.